Isroillik odam, vrach 12-chi qovurg'asini olib erkak kishini, shu ikkitasini olib polovchilikning ichiga qo'yilgan, jinsiy holatning ichiga, kavidnozning telani ichiga qo'yilgan. Eng katta qo'rquv erkaklarda bu implant qo'yilsa agar og'rimaydimi? Oddiygina ukolni ham hazm qilmasdan, u narsa so'rilmasdan yengilab ketishi mumkin. Bir komponentlisi eng arzon. 2000 dan 3000 gacha boradi. Knopkali 3 komponentli knopka bilan ishlaydi. Knopka qayerda turadi? Qanday boshqariladi? Uni zaryadkasi o'tirib qolmaydi. Homillarning platsentasidan shunday modda ajratib olinmoqda, o'sha insonning platsentasidan olingan moddani jinsiy holatni ichiga ukol qilinadi. Masalan, 25 yoshli yigit keldi, menda jinsiy holat qo'zg'almayapti, menga protez qo'ying. Tinimsiz qilsam agar shuncha men zo'rman, yaxshi ko'rishadi. O'sha implant sinib ketishi mumkin. O'sha implant migratsiya berishi mumkin, ya'ni surilishi mumkin qayerdir. Yoki aloqa vaqtida teshib chiqib ketishi mumkin. Ko'p erkaklar so'raydi, urug' chiqadimi? Keyin tashlagandan keyin ular bo'shashib qolmaydimi degan. Men qancha ko'p erkin bo'lsam, ya'ni uyalmasam, meni erim meni yengiltak deb o'ylaydi yoki yomon deb o'ylaydi deb aytishadi-da. Hozir shuni bitta operatsiya qilsa-da, shu hamma yog'larni olib tashlasa-da, kichkina bo'lib qolsa, birdaniga shu jinsiy holat bitta ukol qilsa-da, faqat katta bo'lib qolsa. Bitta ukol olsa-da, shu jinsiy aloqaga qiziqish bo'lib qoladi. Voy, hozir men ochiq bo'lsam, erkin bo'lsam, meni bitam qayerdadir ko'rgandir-da yoki qayerdadir Xudo asrasin qilgandir. Bilib borib ana so'yib keladi. Chunki ayollarda ichida ham ozgina shubha ham bor-da. Mana pul topayapti, lekin ichida xuddiki aybdorlik hissiyoti ham bor. Men ko'p pul topib, erimni shunaqa qilib qo'yapmanmi yoki men ko'p pul topsam, erim keyin tam boshqa anaqa bo'lib qoladimi, bo'shashib qoladimi deb o'ylashadi-da. Bunaqa yo'l. Testosteronni yosh yigit ham olsa bo'ladimi desa, yo'q, yosh yigit olishi kerak emas. Shu koronavirusdan keyin umuman erkak kishida ham, ayol kishida ham jinsiy hayotdagi libidoning pasayishi kuzatilishi mumkinmi degan savol beribdi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Toshaning dasturining navbatdagi ko'rsatuvi va bugun boshqa dasturlarga nisbatan yana ham qiziqroq bo'lishi uchun faqat savollar, siz tomonidan berilgan savollarni englarini to'pladik va shu bo'yicha bugun ko'rib chiqamiz va hamma javoblarni olamiz bu savolga. Va bugun har doimgidek hamrohim Parzoda Qo'rahmedova. Assalomu alaykum, rahmat, xushvaqt bo'ling. Xursandman, haqiqatan ham biz har bitta podkastimizda savollar keladi. Endi doim ham o'sha savollarga joyida, o'sha kommentariyalarda javob berish imkoniyati bo'lmaydi. Shuning uchun ham mana shu podkastimizni aynan savol-javoblarga bag'ishlaganimiz yaxshi bo'lyapti. Zo'r, chunki kuzatayotgan odam haqiqatda bu narsani ko'radi, qaysidir mavzuni ko'radi va o'zidagi savol yozib qo'yganini juda yaxshi, qachondir olaman deb deydi javobini va keyingisini ko'rganlarida javobini albatta oladilar. Mana bugun o'sha kun keldi va o'sha savollarga javobini bugun to'laqonli, maksimalni sizni o'sha ko'nglingiz xotirjam bo'lishi uchun shu savollarni javobini beramiz. Boshlaymiz. Demak, savol quyidagicha. Birinchi savol bu internetda hozir ko'rgan bo'lsangiz, kuzatayotgan bo'lsangiz, bu bizani sohada juda aktual bo'lgan soha, mavzu, ya'ni olatni yaxshi turmasligi, qo'zg'almasligi tegishli bo'lgan muammoni hal qilish uchun hozir Instagramda ayniqsa urologlarni kuzatsangiz, ketma-ket algoritm bo'yicha chiqib kelaveradi. Protez, falloprotezni, ya'ni olatni sun'iy ravishda turg'izadigan protezni, apparatni qo'yib beramiz. Yoki uni oddiygina qilganda telefon orqali yoki knopka orqali boshqarasiz degan gaplarni aytishadi. Bu qanchalik to'g'ri degan savol berishdi. Juda ham aktual savol va juda muhim. Ayniqsa o'sha erektil disfunksiyasi bor bo'lgan erkak kishida bu yechimi qanchalik menga yordam berar ekan, bu qanchaga tushar ekan, bundan keyin muammo bo'lmasmikan, haqiqiy o'sha olat turishi bo'larmikan, shuncha pul ketkazdim-da, lekin o'zgarish bo'lmasa yoki men o'ylagan narsani bermasa nima bo'ladi degan savol tug'ilishi mumkin. O'sha jinsiy olati yaxshi qo'zg'almagan erkak kishi. O'zi aslida bu narsa qachon yuzaga kelgan, qachon shu narsani o'ylab topishgan. Bu yaqinda o'ylab topilgani yo'q. Bizga yaqinda kirib keldi, balki yaqinda kirib kelgan uchun hozir juda taklif berish aktual bo'lib qolgandir. Bu anchadan beri, kamida 10 yil oldin Amerikada, mana Boston Scientific'da bu narsa o'ylab topilgan va shu universitetda shu narsani gospitalda qo'llashga kiritilgan. Keyin Yevropaga kirib keldi bu narsa. Ungacha boshqa yo'llarni o'ylab topishgan. Misol uchun
bu protezni o'rnini bosuvchi tanani o'zida qanday joylar borki, shu narsani olatni ichiga qo'ysa bo'ladi degan. Misol uchun bitta statyada o'qib ko'rgandim. Bitta isroillik odam, vrach, 12-chi qovurg'asini olib erkak kishini, shu ikkitasini olib olovchilarning ichiga qo'yilgan, jinsiy olatning ichiga, kavernozning telaning ichiga qo'yilgan va bo'ldi. Bu olat qisman bo'lsa ham qattiqlik bergan shu qovurg'a hisobiga. U doimo qimirlamasdan turgan, ya'ni u bo'shashmagan ham, qattiqlik berib turavergan. Bu narsani aniqlagan, ko'rgan odam buni protez qo'yaman, protez davri kelganda, protez ayniqsa juda aktual bo'lib qo'yila boshlaganda bemor murojaat qilgan, mana menga shunaqa qo'yilgan qachondirlar va o'rniga endi protez qo'ydirmoqchiman deb murojaat qilganda shu narsa aniqlangan. Ya'ni qovurg'ani ishlatgan. Bu qanaqa xayolga kelgan bilmadim. Qovurg'ani ko'p narsaga ishlatishadi, misol uchun quloqni operatsiyalarida ishlatishadi yoki jag' operatsiyasida ishlatishadi. Chunki o'zini tog'ayib. Endi bu o'zi protez inert modda, tanada u bemalol tura oladi, yenglab ketmaydi agar boshqa surunkali kasalliklar bo'lmasdan. O'shani aytib o'tish kerak. Agar masalan bemori tanasida, o'zi organizmida qandli diabet kasalligi bo'lsa yoki infeksion kasalligi bo'lsa, bu operatsiyani qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Qachonki qondagi qandini normallashtirmasa. Insonlar yuraveradi, sahari qandli diabetni tan olmasdan, dorisini ham ichmaydi, dieta ham qilmaydi. Tekshirganda 15, 18 chiqib ketgan baland. Endi qancha qand baland bo'lsa, shuncha tanadagi tushirilgan qandaydir, misol uchun oddiygina ukolni ham hazm qilmasdan, u narsa so'rilmasdan yenglab ketishi mumkin. Endi implant undan ham jiddiyroq narsa. Tanaga qanchalik maksimal darajada steril sharoitda qo'yilsa ham bu narsa ertaga bu ozgina yenglasa gaz yog'ib ketadi va implant olib tashlash kerak bo'ladi. Implantda 1 komponentli, 2 komponentli va 3 komponentlisi bor. 1 komponentlisi eng arzon. 2000 dan 3000 gacha boradi. Bu implantni o'zi. Uni endi Yevropadan yoki Amerikadan zakaz qilinadi. 3 komponentlisi sal qimmatroq, 6000 dan 8000 gacha boradi. Dollarda aytmoqchiman. Endi agar uni zakaz qilingan bo'lsa, haqiqatda eng originali bo'lsin desa, zakaz qilinadigan joydan inson o'sha yerdagi производительdan tashqari, ya'ni vrach ham keladi. U birga kelib, o'zi operatsiyada to'g'ri qo'yyapsizmi yoki noto'g'ri qo'yyapsizmi? Chunki asorat bersa yoki o'xshamasa, bularni nomiga dog' tushadi. O'shaning uchun ular o'zini spetsialistini jo'nataveradi, ular o'zini оборудованиесі bilan kelib, endi mana shu operatsiyani o'zida qatnashadi ham, xato qilmaslik uchun qatnashadi. Agar bunaqa bo'lmasdan podpolniy qanaqadir arzonroq variantini olib qilinadigan bo'lsa, bu qanaqadir asorat berishi mumkin. Misol uchun, o'sha implant sinib ketishi mumkin. O'sha implant migratsiya berishi mumkin, ya'ni surilishi mumkin qanaqadir. Yoki aloqa vaqtida teshib chiqib ketishi mumkin. Agar birinchi marta qo'yayotgan inson bo'lsa, bu narsani noto'g'ri razmer tanlansa, o'lchanadi jinsiy olatni operatsiyadan oldin, operatsiya vaqtida kavernozning telani o'lchaydigan o'zini temir temiri bor, o'sha bilan o'lchanadi. Agar o'sha bilan to'g'ri o'lchanmasa, uzunroq qo'yib yuborilsa, aloqa vaqtida teshib chiqib ketishi mumkin. Yoki kaltaroq qo'yib qo'ysa, aloqa vaqtida emas, undan o'zi o'ynab yotadi. Ortiqcha bo'lib, ya'ni golovkasiga ham taqalmaydi. Qattiqlik yetarlicha bermaydi. Bu adda komponentlikning shunaqa kamchiliklari bor. 3 komponentning kamchiligi o'sha qo'yilgan mana yo'mkisi bor, knopkasi bor, yorqoqqa qo'yiladigan. Bu narsalar va mexanizm qachondir mana endi podoriginali yoki original bo'lmagani qo'yilsa, qachondir o'sha narsa ishdan chiqishi mumkin, ishlamay qolishi mumkin, chiqib ketishi yoki yaxshi yetarlicha suyuqlikni yetkazib bermasligi yoki juda ham ko'p qo'ygan, bosib yuborgandan bosimi oshib, ochilib ketishi, bu narsalar bo'lishi mumkin. Bu kutiladi narsa. Yoki noto'g'ri qo'yilganki, aloqa vaqtida noqulaylik tug'diryapti va og'riq beryapti. Og'riq bersa ham qilgisi kelmay qoladi erkak kishini. Qanaqasini tanlashdan, nech pulligini tanlashdan qat'iy nazar, bu hozir aytgan narxim bu protezni o'zining narxi. Hamma klinika o'zining narxini qo'ygan, operatsiya qilib berish, qanaqa sharoitda qilib berish. Bu protezni umuman tavsiya berishdan oldin boshqa yechimlarni ham qidirib ko'rish kerak deb. Buni hammaga tavsiya berib bo'lmaydi. Masalan, 25 yoshli yigit keldi, menda jinsiy olat qo'zg'almayapti, menga protez qo'ying.
desa unga sразу qo'yib yuborilmaydi. Boshqa sabablari, balki ruhiy sabablari, balki boshqa gormonal qon aylanish buzilishi sabablari inkor qilinadi. 50 yoshdan keyin agar boshqa sabab bilan inkor qilib bo'lingan, endi unda hattoki jinsiy holatni qo'zg'atadigan o'sha Viagrami yoki shunga o'xshagan dorilar ta'sir qilmayapti umuman. Ana unda yechimi sifatida protez tavsiya beriladi. Hammaga emas. Lekin hozir jinsiy holatni kuch pasaygan, ya'ni erektil disfunksiya bilan kelgan erkak kishi patsientlar orasida shunaqa ko'paydi. Men vrachga borganmisiz oldin deb so'rasangiz, ha, men 2-3 tasiga borib keldim sizdan oldin. Menga implant tavsiya berishyapti deydi. Eng oson yo'lini implant tanlashyapti. tavsiya berishyapti. Vaholanki bu eng oson yo'li Bu emas. yerda qandli diabeti bor yana bu bemorda, yana yurak bu narsasi ishemik kasalligi bor, davleniyasi bor. Bularni korreksiya qilish desam, yo saxrim men e'tibor bermayman deydi. Saxrim tushirishga qaramayman, diyeta tutmayman. Unda boshqa sabablarni yo'qotaylik implantdan oldin. O'zi balki yaxshi bo'lib qolar shunda. Mana masalan fizioterapiya usuli bor. Fizioterapiya deganda qanaqadir elektromagnit emas, bu ultratovushlar bilan, niskochastotli ultratovushlar bilan jinsiy holatda vaspaleniyasini yo'qotish yoki PRP terapiya yoki hozir homilaning platsentasidan shunday modda ajratib olinmoqda, o'sha insonni platsentasidan olingan moddani jinsiy holatni ichiga ukol qilinadi, inyeksiya qilinadi va ichidagi tomirlarning devori yengillanadi, yangi qon kela boshlaydi. Bu PRP, mana shu aytayotgan implant, platsentaning ichidan olingan modda. Bular aylanib o'tadigan, lekin yaxshilab beradigan, chuqur katta operatsiya emas, katta xarajat qilmaydi, natijani oladi. Tushunarli. Bilasizmi, meni ham oldimga juda ko'p erkaklar kelishadi-da, endi har xil sabablarga ko'ra doimiy ravishda so'rashadi. Sizga yuboraman har doim, tabiiy holatki. Eng katta qo'rquv erkaklarda bu implant qo'yilsa agar og'rimaydimi? Mana ereksiya bo'layotgan paytda yoki o'sha bo'shashgan paytda. Yana bitta shunaqa qiziqtiradigan savol, mana knopkali, 3 komponentli knopka bilan ishlaydi. Knopka qayerda turadi? Qanday boshqariladi? Uni zaryadkasi o'tirib qolmaydimi degan savollar ham bo'ladi-da. Insonlarga bu juda anaqa qiziq. Birinchi bir komponentli deyapsiz, umuman knopkasi yo'q. Yo'q, uni knopkasi yo'q. U tasavvur qiling, qanaqa desam bo'ladi. Ikkita stержень, inertniy modda, stержень, egiluvchan. O'sha narsa jinsiy holatda Plastilinga o'xshagan. Egiluvchan, lekin uzilib ketmaydi. Egiluvchan, gibki plastik silikonoviy palchkaga o'xshagan qo'yiladi ichiga. Всё, sinmaydi, lekin surilib ketishi yoki teshib chiqishi mumkin. Og'riqli jarayonmi bu? Qo'yishmi? Operatsiya endi narkozda bo'ladi, bemor sezmaydi uni. Dostуп har xil joydan bor, ustidan, tagidan, o'sha jinsiy holatni ichidagi kavernozni teliga tepadan yo pastdan dostуп. Buni o'sha patsientlaringiz o'zi tanlaydimi qayerda qilishni? Bu o'zini moliyaviy holatdan kelib chiqib, moliyaviy holatdan kelib chiqib, nimani xohlashiga, o'zini endi ham tanasini, ham jinsiy holatini razmeridan kelib chiqib tanlaydi. Kimdir jinsiy holati ingichkaroq bo'lsa, unga shu adnokomponentli ham yetadi. Lekin aksincha bo'lsa, unda o'sha baribir u narsani bera olmaydi, adnokomponentli enaga qalinlik go'sht bera olmaydi, chunki ichida shishadigan narsa yo'q o'zi. Faqat bitta stержень bir xil diametrdagi. Trexkomponentlida o'sha stержень ichiga suyuqlik kirgani uchun shishadi. Va olat enaga qalinlashganini his qiladi. Shuning uchun trexkomponentli ko'proq tavsiya berishadi. Uni knopkasi bor. Trexkomponentlida knopkasi bor. Knopka batareyada ishlamaydi. U knopka mexanический, ya'ni knopkani bosganida rezervuardan suyuqlik implant ichiga o'tadi. Implant shishadi. Knopkani to'xtatganda to'xtaydi. Teskarisiga buralganda suyuqlik orqaga qaytadi. Rezervuar doim o'sha suyuqlik ketadi, keladi. Ya'ni u hech qayerdan tanadan, boshqa joydan kelmaydi. Rezervuar qov sohasiga tikiladi, jinsiy holatning asosiga. Undan trubkalari jinsiy holatning ichidagi protezga ulangan bo'ladi va undan chiqqan trubkalar
haligi knopkaga ulanadi. Knopka mashonkada bo'ladi. Mashonkani, ya'ni moyakni yonida knopkasini bosgani hisobiga rezervuardan suyuqlik protezga o'tadi va protez qo'zg'aladi. Aksincha buralganda suyuqlik ketgani uchun jinsiy olat bo'shashadi. Ya'ni erkak kishi xohlagan paytgacha 1 soat deydimi, 2 soat deydimi, yuragi sog'lom bo'lsa, bemalol jinsiy aloqa qilishi mumkin. Bu yerda yuragi yoki qonlanishiga umuman aloqasi yo'q protezni. Xohishi bo'lsa, bo'ldi qo'shaveradi. Ko'p erkaklar so'raydi, urug' chiqadimi? Keyin tashlagandan keyin olat bo'shashib qolmaydimi degan. Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Urug' chiqadi bemalol. Faqatgina o'sha qachon xohlamay qolsa, o'shanda bo'shashtirib yana dam olaveradi. Yana bitta savol bermoqchiman sizga. Uni reabilitatsiyasi qancha davom etadi? Ya'ni qanchadan keyin erkak kishi mana qancha больницада yotishi kerak, qanchadan keyin chiqadi, qanchadan keyin jinsiy aloqa qilishi mumkin? Bu reabilitatsiyasi agar chetdan kelgan bo'lsa, ko'p yasholmaydi, ko'p turolmaydi-ku endi musofir bo'lganligi uchun tezroq ketishga harakat qilishadi ular. Shaharda bo'lsa, uzog'i 3 kun, ya'ni operatsiya kuni ertasiga 3-kuni kutiladi. Hech qanaqa o'zgarishlar bo'lmayaptimi, temperaturasi chiqmayaptimi, yarani bitishi yaxshimi? Keyin uyga javob beriladi, kelib turadi. Yarali bitib, choklari bitib, o'rganib olgandan keyin, qanaqa upravlять qilish o'rganib olgandan keyin oldin aloqa ruxsat berilmaydi. Oldin masturbatsiya qilib ko'nikishi, moslashishga o'rgatiladi. Ya'ni reabilitatsiya vaqti 1 oy o'tishi kerak-da. 2 hafta davomida хотя бы shu masturbatsiya qilib o'rganadi qo'li, ощущениясini qanaqa turg'izyapti, qaysi vaqtda bo'shatish kerak, kattalashtirish bo'sag'asi nechigacha, o'shalarni hammasini o'rganib olib, keyin aloqani boshlaydi. Aloqani ham klassik pozada ishlash tavsiya beriladi, chunki сразу boshidanoq, masalan, наездница pozasida, chavandoz pozasida bo'lsa, hali o'rganib ulgurmagan, protezlar joylashmagan bo'lsa, yaxshi surilib qolishi mumkin. Ya'ni migratsiya berib qolishi mumkin yoki og'riq berib olishi mumkin. Hadib ishqalanursa ham protezni o'zi ichkarida chandiqlanish paydo bo'ladi, u joy keyin og'riy boshlaydi, tortilib. Shuning uchun 1 oy хотя бы o'tish kerak. Aloqa o'sha protez qo'yilgandan keyin 1 oy o'tish kerak. 1 oydan keyin aloqa ruxsat beriladi. Xohlagan pozasida. Xohlagan pozasida. O'zi ham baribir ehtiyotkorlik nima bo'lganligi ham kerak. Chunki u qimmatbaho narsa, uni ustiga agar nima bo'lib qolsa almashtirish kerak bo'ladi yoki hajatdan operatsiya qilish kerak. Implantsiz ham qimmatbaho narsa. Implantdan keyin undan ham 2 barobar. Bebaho implantsiz. Bebaho. Bu joyini qo'ymasalaring ham bo'ladi-ku. Lekin haqiqat shu. Yaxshi, juda ham foydali ma'lumotlarni beryapsiz Akbarshoh, chunki mana bizlarni eshituvchilar erkaklarga haqiqatan ham hozir qiziq bo'lyapti. Hattoki yosh erkaklarga ham qiziq bo'lyapti. Endi ularni nazarida qancha tinimsiz qilsam agar shuncha men zo'rman, yaxshi ko'rishadi, isbotlayman. Vaholanki meni fikrimcha, albatta tabiatdan berilgan o'zini sog'lig'i, tabiiy bo'lgan narsa avvalambor hammasidan ham qadrliroq. Mana implant bu oxirgi hech narsa qilib bo'lmaydigan bir usullardan biri-da. Demak, ya'ni u yog'iga hech narsa yordam bermayapti, kasalliklar bor. Men bilaman, o'sha boshqa mutaxassislar bilan ham gaplashganimda, hattoki surunkali o'sha kasalliklardan tashqari onkologiya ham bo'lganda, boshqasi ham bo'lganda, bu lekin shuni ham aytib o'tish kerak, juda ajoyib usul. Erkaklarni hayotini, yoshligini bunday olib qarasa uzaytiradigan bir usullardan biri. Bu jinsiy hayotni saqlab qolish, keyingi hayotini, ya'ni davom ettirish, hayotga bo'lgan qiziqishini asnash uchun juda zo'r narsa deb o'ylayman, juda ham zo'r narsa. Qachondir buni o'rniga nimadir chiqib kelar, balki organ ko'chirib o'tishmi, bilmadim, balki. Lekin hozir masalan jinsiy olati umuman yo'q ketgan erkak kishiga jinsiy olat tiklash mumkin va ichidagi oldin mushak qo'yilardi. Hattoki tarangligi bo'lsin deb mushak tog'ay qo'yilardi. Hozir endi u narsani o'ylab o'tirishmaydi. Terini ko'chirib o'tkazishadi, yelkasidan yo sondan yasashadi, kanal yasashadi va implant qo'yib olishadi. Bo'ldi. Muammo yo'q. Bo'ldi, jinsiy olat qo'zg'aladi knopka bilan. Yaxshi. Bu o'sha protez to'g'rimi? Protezni maksimal ishlash anaqasi qancha? Ha, 10 yil deyiladi. Yo'q, bu 10 yilga qo'yiladi. Okey, garantiyasi 10 yil. Yo'q, mana bitta jinsiy aloqa qilganda yoki bir kechada. Qancha xohlasa. Da, shu daraja. Chunki
olat bo'shashib qolmaydi. Sezuvchanligi oshib ketib qolmaydi. Chunki operatsiyadan keyin sezuvchanlik pasayib qoladi u yerda. Nervlar uziladi. Aloqa qilgisi kelaveradi. Odatda bitta aloqadan keyin erkak kishini olatini sezuvchanligi juda maksimal bo'lib ketgandan dalsha ish qilishni xohlamaydi, ya'ni aloqani xohlamay qoladi, ozgina dam olish xohlaydi. O'sha narsa yo'qolib qoladi, keyingisi ketaveradi. Faqatgina chiqayotgan spermani miqdori kamaygani uchun, yaxshi orgazm vaqti uzoqlashib ketganligi uchun to'xtatish mumkin. Kuchi charchab qolganligi uchun Charchab qolganidan. Ha, tushunarli. Yaxshi. Rahmat ma'lumot uchun. Ha. Xo'p, keyingi savolimiz qanaqa savol? Keyingi savol, ya'ni pastelda demoqchilar, yotoqda ayol kishi qanday o'zini tutishi kerak yoki qanday bo'lishi kerak degan savol berdilar. Bu savolga har doim bitta javob beraman. O'ylaymanki bizlar umuman olganda bu hamma podkastlarimizda aytib o'taman, lekin yana bir bor albatta aytamiz shu narsaga. Avvalambor ayol kishi to'shakda erkin bo'lishi kerak. Bizlarni erkinligimizni bloklaydigan uyat bor. Ayol kishida uyat bu yaxshi bir tomondan-da, lekin stereotiplarga, ko'nikmalarga asoslanib uyat ayolni erkinligidan shu darajada baland bo'lib qoladiki, o'sha erini oldida xohishlarini ayta olmaydi. O'zidan uyaladi, o'zini tashqi ko'rinishidan uyaladi, o'zini juda ham tortinib ochib beradi eriga. Erkaklarga bu narsa yoqmaydi. Men konsultatsiyalarda qancha ishlaydigan bo'lsam, erkaklarning eng katta shikoyati ham aslida shu. Chunki nikohi bor insonlarda allaqachon bola tug'ib bo'lishgan. Allaqachon mana bo'ldi. Ular qonuniy nikohda, shar'iy nikohda hammasi yaxshi ularda. Erkin bo'lishni mana ayollar o'ylashadiki, men qancha ko'p erkin bo'lsam, ya'ni uyalmasam, meni erim meni yengiltak deb o'ylaydi yoki yomon deb o'ylaydi deb aytishadi-da. Vaholanki unday emas. Erkak o'zi tabiatan erkin hisoblanadi. Ularga bu xislat berilgan va xuddi shu narsani ayolidan ham kutadi. Ko'p holatlarda men ko'p joylarda shuni aytaman, erkak kishi o'zini qorni katta bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, ereksil funksiyasi zo'rmi? Bu bo'ldi, u zo'r. Tashqi ko'rinishiga umuman hech qanaqa ahamiyat bermaydi, o'ylamaydi ham. Aslida ayoliga ham xuddi shunaqa отношенияsi. Lekin ayollar o'ylashadiki, yo'q, mana meni yalang'och ko'rsa yoki qornimni kattaligini ko'rsa yoki sellyulitimni ko'rsa, boshqasini ko'rsa deb uyalishadi, svetni o'chirib jinsiy aloqa qilishadi. Jinsiy aloqa tugab bo'lgandan keyin yugurib vannaga borib bekinib oladi. Vaholanki mana biz har doim libido haqida gaplashamiz-da. Libidoni, mana platonik libidoni eng birinchi belgisi bu erkinlik. Eriga bemalol xohish istaklarini aytishi, erini eshitishi, o'zini xohishlarini ayta olishi, ya'ni u to'shakda nimani istaydi, bemalol o'zini erogen zonalarini ko'rsatib berishi. O'sha o'zini erogen zonasini ko'rsata olmaydi. Qaysi joyini eri silasaki, u mazza qiladi. Chunki biz bilamiz, ayolni rohatlanishiga, ya'ni mana o'sha jinsiy aloqadagi natijaga olib keladigan silashlar, mana bular barchasiga vaqt kerak. Kamida 8 minut, 15 minutgacha vaqt kerak. Bunda avvalambor ayol o'zi erkin bo'lishi kerak-da. Erkin bo'lish bu uyalmaslik yoki qanaqadir bo'ldi, boricha qo'pol bo'lish haqida emas. Erkinlik bu avvalambor eriga ochiq bo'lish. Haqiqatan ham o'zini xohish istaklariga va eriga. Chunki avvalambor o'zi nimani xohlayotganini bilmagan ayol erkak bilsinmi? Telepat emas-ku, miyasiga kirib, ha bunga hozir mana bunaqa qilsak yoqadi, yo mana bundoq qilsak yoqadi ekan. Men shuning uchun har doim juftliklarga bitta maslahatim, bitta tavsiyam, jinsiy aloqadan oldin birinchi gapiringlar, muzika eshitinglar, romantika qilinglar. Bu shunchaki gap emas. Bu bizning platonik libidomizga juda muhim. Platonik libidodan keyin erotika boshlanadi. Erotik libido. Erotik libido nimaga olib keladi? Bo'ldi, mana yechingandan keyin o'sha turmush o'rtog'ini ko'rganda, voy chiroylisan deydi, xohlaydi. Bundan albatta o'sha seksual libido yana ham kuchayishni boshlaydi, ya'ni erkakning ham jinsiy holati, ereksiyasi yaxshi bo'ladi, ayolda ham tabiiy lubrikatsiya bo'ladi. Chunki ayolni haqiqatan ham to'shakda tayyor ekanligini ko'rsatkichi bu tabiiy yaxshi namlanishi, ya'ni o'sha lubrikatsiyasi deb aytamiz. Bu absolyutno normal holat, bu juftliklarda bo'lishi shart bo'lgan holat.
bu qanaqadir nonsiz, buning uchun juda ko'p kurslarda o'qish shart emas, buning uchun qanaqadir qimmat spetsialistlarga borish shart emas. Shunchaki avvalambor o'zini eshitishni o'rganish. Hurmatli ayollar, o'zingizni eshiting, o'zingizni umuman olganda to'shakka tayyorlang. Kunduzi eringizga SMS yozing, sizni sog'indim bugun, sizga boshqacha bir massaj qilaman yoki siz menga bugun massaj qilaman deb eringiz bilan mana bu platonik libidoni oshiradigan SMSkalarda mana shu kommunikatsiyani kunduzi уже ertalabdan boshlang. Kechqurunga уже eringiz yugurib keladi, to'g'rimi? Yugurib kelgandan keyin bu erkakka aslida signalda bo'ldi. Mani ayolim mani kutyapti, demak ochilyapti men uchun degani. Mana ochiq bo'lishi oddiy usullari aslida shu. Chunki ko'p holatlarda qiyinlashtirib borishadi. O'ylashadiki, bu buni qanaqadir seksologga borish kerak yoki обязательно qanaqadir vrachga borish kerak, buni o'rganish kerak. Ha, o'rganish kerak, no mana bunaqa podkastlarimiz ham shuning uchun berilyapti-da. Avval o'zingizdagi bor imkoniyatlarni ishlatinglar, qilinglar, urinib ko'ringlar, qo'lingizdan keladi. Так что bitta tavsiyam o'sha erkin bo'ling avvalambor. Mana bunaqa savol beradi. Yosh yigit uylangan. Qachon boshlash kerak shu aytayotgan narsangizni ayol kishi? O'zini erkin tutishi, to'ydan keyinmi, tug'gandan keyinmi yoki bolali bo'lgandan keyin bilmadim. Qachon o'zini ko'rsata bilsin eriga? Birinchi kechadan nega yo'q? Albatta, endi hozir bu qo'shtirnoq ichida birinchi kechada qiz bola o'zi hayajonlanadi. Birinchi kecha har bitta qiz bola uchun, ayol uchun bu juda stressli holat. Imtihon, tabiat shunaqa yaratib qo'yganki, ha, u o'sha qayerdadir og'riq, hammada ham og'riq bo'lmaydi. Shuni ham aytib o'tish kerak. Hammada ham qon bo'lmaydi hattoki. Buni ham aytib o'tish kerak-da, chunki meni oldimga juda ham ko'p shunaqa vaziyatlar kelgan. Qiz bola bo'lgan qiz shunchaki mana birinchi kechadan keyin qon chiqmagan. Endi qizlik parda ham elastik bo'lganini hisobiga doim ham qon chiqmaydi. Ginekologga olib borishsa hammasi yaxshi. Ya'ni qizlik parda mana ko'rinib turibdi. Buni ko'rsa bo'ladi. Birinchi kechadan boshlab ming ayol mana qiz bola erkin bo'ldi, mana shunaqa oilada katta bo'ldi, o'qib keldi, erkin, hammasini bilag'on desak ham baribir o'sha birinchi kecha u stressli. Va buni hozir chetga surish kerak. Lekin mana birinchi, ikkinchi jinsiy aloqadan keyin og'riqlar ketgandan keyin, chunki ozgina og'riq bo'lsa ham kortizolni ko'taradi. O'sha bo'ldi, yoqmaydi, yaqinlashtirmaydi. Normal holat. Lekin mana aytaylik 3-4 hafta o'tdi, hammasi o'sha bitdi, hammasi o'sha joyida. Mana shundan boshlab ikkalasi ham erkin bo'lishi, ya'ni qiz bola erkin bo'lishi kerak. Ayol o'sha deylik, mana to'y bo'lgandan keyin bu ayolda. Lekin bunga erkak kishi ham yordam berishi kerak-da, o'sha ishonchini qozonish kerak. Ayol nima uchun uyaladi bunday olib qarasa? Nima uchun tortinib turadi? Chunki ishonmaydi aslida. Nima deb o'ylaydi, deydi. Voy, hozir men ochiq bo'lsam, erkin bo'lsam, meni qayerdadir ko'rgandir-da yoki qayerdadir Xudo asrasin qilgandir ham deb o'ylashi mumkin deb ayolni o'zida qanaqadir noto'g'ri fikrlar bo'ladi-da. Shuning uchun mana bu yerda uni turmush o'rtog'i mana yaqindagini bitta to'shakka, bitta yostiqqa bosh qo'yadigan eng yaqin insoni. Chunki qiz bola to'y bo'lgandan keyin aslida eng yaqin insoni uni turmush o'rtog'i. Chunki mana kichkina bo'lgandan keyin oyisi bilan cho'miladi, boshqa qiladi, lekin o'smir yoshdan boshlab har bitta inson o'zini o'zi hammaga ham ko'rsatmaydi. Dush olganda ham alohida ota-onasi uyalishi boshlaydi. Bu tabiiy holat va bu norma. Yolong'och faqat o'zini o'zi ko'radi. Уже keyingi etap, bu diada etapi, qachonki o'zini yolong'och qilib ko'rsatishi faqat turmush o'rtog'iga. Bu deganiki buni eng yaqin insoni degani. Chunki inson eng zaif holati bu yolong'och bo'lgan payti. Просто tabiat shunaqa qilgan, bizning psixikamiz shunaqa yaralgan, biz yolong'och, bekordan ham aytamiz-ku, yolong'och bo'lgandek uyalib qoldim deymiz-da. Ya'ni psixologически bu eng zaif, nozik tomonimizda. Bu aslida noziklik уже 3 yoshdan boshlanadi. Nima uchun biz 3 yoshdan boshlab bolalarga jinsiy tarbiya beringlar. Ya'ni o'sha trusik qoidasi, pravila trusikov va hokazolar. Agar bizlarni eshituvchilar kuzatadigan bo'lsa, o'g'il bola ham, qiz bola ham 3 yoshdan boshlab bekinishi boshlashadi. Tabiat shunaqa qilib qo'yganda, ya'ni biz uyalamiz. Shunday ekan, o'sha to'y bo'lgandan keyin qiz bola
tabiiy holat uyaladi, qayerdadir tortinadi, lekin uni erkin bo'lishiga turmush o'rtog'i yordamchi bo'lishi kerakda. Chunki istasa istamasa ayol birdaniga ochiq bo'lib qolmaydi, lekin bu aniq chillani ichida bo'ladigan narsa уже. Bu mana keyin tug'gandan keyin biz o'ylaymizki, ayol kishi tug'gandan keyin bo'ldi, legalni endi joyini egallab oldi, hammaga isbotladi, bo'ldi, o'shandan keyin yo'q, bunday bu noto'g'ri. Keyin juda yana bitta mif bor bizlarning ayollarimizda, tug'gandan keyin orgazm olish hislati va hokazolar uyg'onadi deb aytishadi. Bu ham noto'g'ri. Orgazm xohlagan paytda, mana to'y bo'lgandan boshlab ham olish mumkin. Agar jinsiy aloqani to'g'ri qabul qiladigan bo'lsa, bu qanaqadir uyatli yoki qanaqadir faqat erkaklar uchun yaralgan yoki boshqa deb aytmasa agar. Bu yerda erkak va ayol mana boshidan boshlab chillani ichida bir-birini tushunib, bir-birini tilini bilib olishsa, bu baxtli yashashi, bilasizmi, garovi aslida. Chunki jinsiy aloqa sifatli bo'larmish, u yog'iga xiyonatlar ham kam bo'ladi. Bo'lmaydi deb aytmaymiz, yo'q, bu garantiya emas, lekin kamda. Chunki ehtiyoji qanaqa, mana to'shagida, spalnisida, uyida hamma ehtiyojlari, mana ovqat yeyishidan, hojatlaridan tashqari, mana shu seksual xohishi ham qondirilyapti. Nima qiladi qidirib? Qorni to'q, tuxum bo'sh chiqib ketadi. Qorni to'q, tuxum bo'shda shunaqa. Endi ba'zi bir erkaklar 2 farzandi, 3 farzandi bor, lekin ayolim aloqada his qilmaydi hech narsani, anorgazmiyaga o'xshab, ya'ni hissiyotlar ham ko'z tolmaydi deydi. Bunaqa ayollarga yoki bunaqa erlarga nima deyish? Ha, bu bilasizmi, bu yerda men ayollarni doim urishaman. Ularni ham tushunsa ham bo'ladi. Ya'ni ular mana 2-3 bolasi bor, shu darajada onalikka berilib ketishadiki, ayolligini unutib qo'yadi-da. Ayolligini unutib qo'yadi, o'zidan qoniqmaydi, chunki vazni oshadi, qorni chiqadi, tabiiy holat. Lekin bilasizmi, shunaqa tadqiqotlar deymizmi bo'lganda, eksperimentlar bo'lgan. Erkaklarga tug'magan, chiroyli obloshkadan ko'rsatgan ayollarni ko'rsatganda va 2-3 farzand tug'ib, qorni ozgina cho'zilgan, ozgina ko'kraklari уже qiz boladek tarang bo'lmagan ayollarni ko'rsatganda, ko'p erkaklar aynan shu ayolni tanlashgan. Chunki tabiatdan shunaqada, bizlar avvalambor umuman olganda vazifamiz bu insoniyatni ko'paytirishda, bekordan aytmaymiz-da. Shu darajada tabiat genlar bilan ham shunaqa ishlaydiki, erkak kishi ham erkak uchun mana ong ostida tuqqan ayol bu sog'lom ayol timsoli-da, sog'liklik timsoli. U ayol 40 ga kirib tug'magan, lekin figurasi zo'r bo'lsa, ongni o'zi bu narsani rad etadi. Chunki bu nosog'lomlik ko'rsatkichi. Tuqqan ayol ming ko'kragi dam osilgan, qorni katta bo'lgani bilan bo'ldi, o'shani tanlaydi. O'zi bilmagan holda. Tushunyapsizmi? Chunki demak bu ayol sog'lom, bu naslni ko'paytira oladi, bu tug'ib beradi degan. Shuning uchun ham hurmatli ayollar, hech qachon o'zingizdan uyalmang. Qornim chiqqan, endi meni erim qaramasa kerak boshqasi deganda, yo'q, uyalish kerak emas. Uyalganida mana o'zidan qoniqmagandan, oynaga qarab o'zidan nafratlangandan keyin tabiiy holatga erkakka qanday energiya beradi? Xuddi shunaqa. Men bekordan ham bejizga aytmayman har doim. Siz ichingizdan o'zingizni rad etyapsiz, ichingizni o'zingiz qabul qilmaysizmi? Erkak kishi buni xuddi mana ko'zga ko'rinmas gaplar bu, aslida aytilmagan gaplar. Lekin energiyasi uni o'sha his qilinadi-da. Bu kayfiyat, mana siz Akbar shoh, siz ham turmush o'rtog'ingizni, ayolingizni kayfiyatini sirazu his qilasiz. Va shu gapirishi ham shart emas. Bitta turishidan siz bilasiz, cho'tta не то deysiz-da. Ular ham xuddi shunday, siz kirib kelganingizni уже biladi. Siz qanaqa kayfiyatdasiz, charchaganmisiz yoki yaxshimi, bugun bo'ladimi, bo'lmaydimi? Energiyangizdan biladi. Ay, ana shunaqa. Ya'ni agar ayolni o'zida shunaqa salbiy energiya bo'ladigan bo'lsa o'ziga nisbatan, erkak ham buni his qiladi va unga xuddi shu narsani ko'rsatib beradi. Xuddi oynaga o'xshab, tosh oynaga o'xshab. Mana marhamat. Sen menga bergan energiyangni o'zingga qaytaryapman. Bu birinchi faktor. Ikkinchi faktor, his qilmaydi degani, charchagani uchun aytganimdek, bolalarni tarbiyalaydi, tam boshqa qiladi, bolalar bilan o'ralashib qoladi, charchaydi, uyqusizlik deymiz, har xil faktorlar bor-da. Sog'lik tomondan, gormonlari, boshqa. Shuning uchun ham har doim aytaman, endokrinologga tez-tez borib turing. Akbar shoh, siz o'zingiz ham yaxshi bilasiz, ayol kishini shunchaki bitta ferritini pasaysa, ya'ni temir moddasi, ferritin pasaysa bo'ldi. Hech narsa yoqmaydi. Nima deb o'ylashadi? Erimga yoqmay qoldim yoki erim menga yoqmayapti, libidam past.
tanaga ham ba'zan shunchaki mana biz hozirgi kunda afsuski shunchaki ozuqadan bizlarga kerakli bo'lgan narsani har doim ham ola olmaymiz. Defitsitlar u qanaqa? Defitsit bitta joydan kamaydimi, boshqa joydan sug'urib olishni boshlaydi-da, butun tana charchiydi. Shuning uchun ham o'zingiz yordam bering, hurmatli ayollar. Ya'ni boring, endokrinologga boring, turmush o'rtog'ingiz, уже mana sog'liqni hammasini tiklagandan keyin уже turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda sayr qilinglar. Tam har xil o'yinlar, svidaniyalar qilinglar deymizda. Ha, bu boya aytganimdek platonik libido erotikaga o'tadimi? Уже jinsiy aloqa yaxshi bo'ladi. Просто bunga ozgina ikki tomonlama harakat kerak. Uzr. Yana bitta narsani aytish kerak. Ayollarni his qilmasligiga va erkak ham aslida ayolini his qilmasligiga ham jinsiy holatni o'sha ayollarda ham vaginani kattalashi ham faktor bo'la oladi. Ya'ni bu уже mana tuqqandan keyin razriflar bo'lganmi, nima bo'lganini ko'rish kerak. Bu yerda уже ginekologlar juda ham zo'r maslahatlar beradi. Kegel mashqlari deydimi, operatsiya deydimi, fillerlar deydimi. Bu yerda biz emasmiz maslahatchilar, lekin muhimi men nimani yetkazmoqchiman? Muammo bormi? Muammoni yechishga harakat qilinglar. Shunchaki shunday bo'ldi-da, shunday bo'lyapti-da, bizni jinsiy aloqamiz yaxshi bo'lmayapti-da deb turish kerak emas. Va hurmatli erkaklar, sizlarga ham murojaatim. Siz ayolingizdan qoniqmayapsizmi yoki sizni ayolingiz xuddiki sizdan zavqlanmayapti, qoniqmayaptimi? Yordam bering, so'rang, nima bo'lyapti? Birgalikda hal qilamiz deb siz ham qo'lingizni cho'zing. To'g'ri aytasiz. Mana xuddi shunaqa vaziyat bo'ldi. Xo'jayinda jinsiy holat yaxshi qo'zg'almaydi. Endi bularda farzand faqat eko orqali aloqa bo'lmagan hali ham. Qizligi hali olmagan. Ayoli olib keldi, erimni tug'ildik, davay nima qilamiz deb. Erigiz muammoni topib berildi. Lekin erkak kishida testosteron past bo'lsa, shunaqa holatga tushib qoladiki, hammaga o'zi biror bir qaror qabul qilish albatta yo'qolib qoladi va hammaga hop deb yumshoq bo'lib qoladi. O'sha setgan yumshoqroq bo'lib qoladi. Shuning uchun ham nimada taklif bersangiz, bilasiz shuni qilish kerak, lekin u hop demaydi, yo'q deydi yoki balki yordam bermas, balki bo'lmas, nima qilaman, shundoq ham yaxshi yashayverman-u degan fikrlarni bildira boshlaydi. O'sha muammo hal bo'lmaydi. Xuddi shunaqa ayollar ham borki, kerak bo'lsa o'zi berolmayaptimi, erini uylantirib qo'yadi. Chunki tushunadi, shu erkak kishi kerak shu narsa, yosh bo'lib shu yonida turish uchun erkak kishi shu narsa kerak. Shunda erkak ayollar borki, bilib borib ana so'yib keladi ikkinchi xotinni. Ko'rdingiz-ku, yaqinda shunaqa xabarlar bo'ldi, xudo asrasin-da. Bilasizmi, siz hozir aytayotgan narsa oilada qachon munosabatlar mustahkam va oson. Va shu umuman olganda hayot, mana baxtli yashash aslida oson. Bilasiz, biz qiyinlashtiramiz. Men doim bu gapni aytaman, yana bir bor aytaman. Doimiy ravishda charchamayman bu narsani aytishda. Shunchaki erkak xotin bir-biriga qarab mana yuzma-yuz bo'lishsin. Mamnun bo'ladi. Endi psixika albatta kimdir aybdor bo'lishi kerak-ku deyman, kimdir vinovat bo'lishi kerak-ku har doim. Erim yomon, xotinim yomon. Baraka topkurlar, yomon yo'q. Oilada sen yomon yoki bunisi yomon degan narsa yo'q. Ikkalangizni muammongiz bor, bu muammoni hal qilish kerak. Va toki siz mana kelishuv asosida davay birgalikda hal qilamiz demagunizcha sizni oilangiz baxtli bo'lmaydi. Конечно же, uchinchi shaxslar tabiiy holat majbur bo'ladi. Ha. Siz aytgan narsa mana bor shunaqa insonlar tanlovi o'zidan-da. Agar tanlovi bo'ldi, meni testosteronim pastmi, men уже mana hayot meni qoniqtiryaptimi, bo'ldi, hech narsa qilmayapman, mana harakati ham yo'q-da. Bunday odamni buldozer bilan ham ko'tarib bo'lmaydi. Harakat bitta qarsak, bitta qo'ldan chiqolmaydi. Nima bo'lganda ham ikki tomonlama bo'lishi kerak. Bunday ayol boshida harakat qiladi, ozgina boshqa, keyin уже yo'q deydi, charchaydi. Chunki har bitta ayolga kuchli erkak kerak, lekin kuchli bo'lish bu faqat pul topish haqida yoki boshqa qilish haqida emas. Erkakning birinchi kuchi mana erkakligini ko'rsata oladigan narsa bu qaror qabul qilish albatta. Qarorlarni qabul qilishni o'rganishi kerak erkaklar. Bilasizmi, shunaqa tendensiya kuzatilyapti bugungi kunda. Ayollar xuddiki mana qaror chiqaruvchi bo'lib qolishyapti. Pul topuvchi, mana pul topayapmanmi, demak qarorni men chiqaraman. Noto'g'ri gap. Baraka ayoldan kelishi mumkin. Ayol pul topishi mumkin, lekin qaror chiqaruvchi erkak bo'la qolsin,
Mana shu narsani unutib qo'yishyapti. Mana shu narsada bu yerda juda tonki tomoni borda, juda nozik tomoni bor. Balans yo'qolib qolyapti bugungi ayollarda. Men pul topyapmanmi, demak men qaror qabul qilaman yoki erkak pul topyaptimi, u qaror qiluvchi deyishadi. Yo'q. Mana o'tgan safar ham aytdimmi, biz ko'p joylarda o'qiymiz, международный joylarda bizlarda har doim bu masala ko'tariladi. Ha, tendensiya bugun shunaqaki, gender tenglik bor. Haqiqatan ham ayollar zo'r pul topishyapti hozir, imkoniyatlari ko'p, lekin xuddiki erkaklarni joyidan qo'zg'atmoqchi bo'lishyapti-da ayollar. O'rnini bosib bo'ldi. Erkak kerak emas, biz dominant bo'lamiz. Bu juda xavfli tabiat uchun. Tabiat uchun bu juda xavfli. Поэтому hurmatli ayollar, agar mana bizlarni eshituvchilar bo'lsa, agar siz pul topayotgan bo'lsangiz, bu zo'r. Baraka sizni uyingizga siz orqali kirib kelyapti. Ishingiz iloyim zo'r bo'lsin. Hurmatli ayollar, bu yerda ishlamang. Chunki ayollarda ichida ham ozgina shubha ham bor-da. Mana pul topayapti, lekin ichida xuddiki aybdorlik hissiyoti ham bor. Men ko'p pul topib, erimni shunaqa qilib qo'yapmanmi yoki men ko'p pul topsam, erim keyin boshqa anaqa bo'lib qoladimi, bo'shashib qoladimi deb o'ylashadi-da. Hammasi normada bo'lishi mumkin, qachonki erkak har doim xonadonda o'zini o'rnini mana erkak sifatida qaror chiqaruvchi sifatida qolsa. Erkak nima dedi, shu bo'ladi. Bolalarga ham doim shu narsani gapirish kerak. Otangdan so'raysan, otang nima desa, mana oxirgi gap otadan. Ming ona nima desa ham shu ota rolini doim ustun qo'yish kerak. Bu bolalarning psixikasi uchun ham kerak, ayolni o'ziga ham. Ming aytyapman-ku, ko'p pul topsa ham. Erkak bor joyda ayol qaror chiqarmaydi. Maslahatlashadi. Maslahat berishi mumkin, erkak maslahatlashishi mumkin, lekin oxirgi qaror chiqaruvchi bu erkak. Bunaqa savol ko'p berishadi o'zi qabul kelganda, nima qilsam, nima yesam yoki nimani qilsam testosteron baland bo'ladi, qanaqadir mashq bormi yoki qanaqadir ovqat bormi deyshadi. Aniq bir ovqat yo'q testosteron ko'taradigan. Bu gormonni hosil bo'lish uchun tashqaridan bizga oqsil tushishi kerak. Oqsil bu hayvon oqsili, bu tuxummi, bu go'shtmi va tarkibida zink, omega yoki vitamin D saqlagan mahsulotlarni tushishi juda qiyin bizga. Misol uchun biz ustritsa yemaymiz. Yemaymiz ustritsa. Ustritsa yeganlarda bu ustritsaning tarkibida zink tushadi tanaga. Zink bizga faqat shu tashqaridan ichadigan zink vitamini orqali tushishi mumkin. Kam miqdorda faqat masalan qovoqning urug'idan tushishi mumkin. Hamma ham qovoqning urug'ini yemaydi. Qovoqni yaxshi ko'rib yemaydi hamma ham. Shuning uchun tashqaridan ichiladi zink. Testosteronni ko'taradigan mahsulotlar. Endi tribulus tarkibli mahsulotlarni ichish hammaga ham to'g'ri kelmaydi. Kimdadir allergiya chaqirishi mumkin, to'g'ri kelmasligi, yoqmasligi mumkin oshqozoniga. Kimdadir yaxshi yordam beradi. Tashqaridan ko'tarish mumkin bo'lgan yeydigan narsalar shu oqsilli mahsulotlar, vitaminlar, yana boshqa bir holatlar bor. Mashq qilish mumkin, uyquni vaqtida bo'lishi, vaznni to'g'irlashi, mana kortizolni tushirishga harakat qilish. Конечно, kech yotadigan bo'lsa kortizol baland bo'ladi yoki uyquga to'ymasa kortizol baland. Endi uyquni to'g'irlamasa kortizol ham to'g'irlanmaydi. Asosiy o'zi testosteronni ko'taradigan ishlar bu uyqu birinchisi. O'zim doim vohliyoting deyman, o'zim ham vohliyotaman. Vohlayotganda o'sha hamma gormonlar sekin normallashib, o'z vaqtida chiqadi, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Ikkinchisi vazn, ortiqcha vazn. O'sha bo'y bilan og'irligi orasida 10 plus bo'lib tursa bo'ldi. Lekin hozir aksincha bo'lyapti. Og'irlik bo'yga qarab yetib kelyapti. Masalan, bo'yi 175 desangiz, og'irligi 120 yetib kelyapti og'irligi bilan bo'yi. Bu ozishga harakat qilmaslik o'zida stimul yo'q. Ozaman deyish yo'q. Chunki testosteronni past. Qancha yog' yig'ilursa, shuncha ayollik gormoni ga aylanib boradi o'zini testosteron parchalanib ketaveradi. Harakat yo'q. Harakat ham endi vazni katta odam qanaqa harakatlanishi mumkin? U yugura olmaydi, oyog'iga og'irlik tushib, tizzasi og'rib qoladi, ertaga yana vrachga borish kerak bo'ladi. U suza olmaydi. U qanaqadir og'ir toshlarni ko'tara olmaydi. Bunaqa vaqtda gormonal lecheniya orqali vaznni kamaytirish mumkin va keyin sportni boshlasa bo'ladi. Sportda ham yengil yurishdan boshlab, keyin yugurishgacha boshlaydi. Praktikada biz gormonal preparatlarni, ya'ni gormon o'rnini bosuvchi terapiyada endi GZT terapiya, bu tashqaridan biz erkak kishini vaznini kamaytirish maqsadida testosteron ukolini beramiz.
o'zini og'irligi, massasi va qonidagi topshirilgan testosteron miqdorlarini ko'rib, keyin beramiz va shunda vazn kamayadi. Lekin o'ziniki ishlab chiqarishni to'xtab qolmaydimi desa, o'zinikini stimulyatsiya qiladi. Bu dori tugagandan keyin. Mana gormon terapiyani olib bo'ladi va tashqaridan stimulyatsiya qilib побочныйlarni, ya'ni asoratlari, nojo'ya ta'sirlari bo'ladi gormonal terapiyani. Masalan, ko'kaklari kattalashishi mumkin, kekishini, o'zini gormon ishlab chiqarish to'xtab qolishi mumkin, tuxumlari kichiklashishi mumkin, ayollik gormoni ko'tarilib ketishi mumkin. O'shani kamaytirish uchun GZT terapiyadan keyin tozalash, ya'ni очистка deydi, o'sha tozalash kursi beriladi. Bunda o'sha yuviladi. De o'ziniki stimulyatsiya bo'lib ishlab turiladi. Vaznni to'g'rilab oladi. Mana bunaqa yo'li bor. Testosteronni yosh yigit ham olsa bo'ladimi desa, yo'q, yosh yigit olishi kerak emas. Agar uni testosteron norma bo'lsa, moyaklari yaxshi bo'lsa, o'zining vazn ortiqchasi bo'lmasa, ortiqcha vaznda aytmoqchiman, masalan, o'zi 25 yoshda vazni 120 kilo bo'lsa, vazni где-то 75 orasida bo'lsa, bu norma uchun. Endi chet davlatlarda bor bo'lgan mahsulotlar bor testosteronni ko'taradigan, lekin ularni doimo qabul qila olmaymiz biz va bizga qimmatga tushadi ularni olib keltirib ichish. Bor, misol uchun chet el ashvaganda deyilgani bor yoki shunaqa yovvoyi o't bor. Bu echkini shoxi degandek shunaqa nomli yovvoyi o't bor. Bu chet elda o'sadi. Uni olib keltirib undan tayyorlangan dorini ichishga harakat qilishadi, lekin qimmatga aylanadi. U ham ko'tarib berishga harakat qiladi, lekin boshqa sabablar bo'lsa, masalan, testosteron ishlab chiqaradigan moyakni o'zida ishlab chiqariladi tuxumda. Agar tuxumda qonlanish buzilgan bo'lsa, bu tashqaridan ko'taradigan dorini ichgan bilan ko'tarilmaydi. Chunki uni qonlanishi buzilgan moyak. Moyak stimulyatsiya qilish uchun u yerdagi hujayralar qonlanishi yaxshi bo'lishi kerak. Siz uni qonlanishi yaxshi emas, ishlab chiqargan deb dorini ichursangiz, lekin u yerda kislorodniy obmen buzilsa, qo'pol qilib aytganda, ishlab chiqayotgan hujayralar yaxshi ishlab chiqarmagan uchun testosteron past bo'laveradi. Testosteron pasaysa, ortiqcha vazn ko'payib ketaveradi, ya'ni estrogen o'zining vazifasini bajaradi, semiradi. Bu bir yopiq kruq bu. Buni to'g'rilayman desa, bu o'zi buzilib bo'lgan, buzilgan to'g'rilayman desa, o'zi vazni ortiqcha. Shuning uchun bu yerda faqat androlog o'zi testosteron ko'tarishga harakat qilish kerak emas, bu yerda endokrinolog, dietolog, kerak bo'lsa gastroenterolog va androlog bilan birga keyin yana bir spetsialist, bu ruhshunos albatta, chunki kerak bo'lsa psixiatr ham, chunki bunaqa vazndagi, ortiqcha vazndagi inson ruhiy tushkunlikka tushib qoladi, demak hech kim kerak emas. Men depressiyaga tushadi albatta. Menda jinsiy holat juda ham kichkina, yo'q ketgan, men uylana olmayman, uylanmagan bo'lsa yoki uylangan bo'lsa, endi men xotinim kerak emasman degan baribir ruhiy zo'riqish bo'ladi. Biza bergan dorilar bilan bu zo'riqish ketkazib bo'lmaydi. Bunda ruhiy podдержка kerak bo'ladi. Albatta, ha. Sintetik metod bu yerda juda muhim. Chunki ozgina tashqi ko'rinishi o'zgargan insonda o'ziga bo'lgan munosabati ham o'zgaradi-da. Tabiiy holatki bu aynan uni yashash tarziga, hammasiga ta'sir qiladi. U osonroq yo'lni qidira boshlaydi. Misol uchun ba'zida katta hozir shuna bitta operatsiya qilsa-da, shu hamma yog'larni olib tashlasa-da, kichkina bo'lib qolsa, birdaniga shu jinsiy holat bitta ukol qilsa-da, vaqt katta bo'lib qolsa, bitta ukol olsa-da, shu jinsiy aloqaga qiziqish bo'lib qolsa, bunaqa bo'lmaydi. Asorat beradi bunaqa qiladigan bo'lsa, qilib berishadi, lekin nimadir qo'shimcha bo'lganligi uchun bu insonda, masalan, qandli diabeti bor aniqlanib qolsa, operatsiya qilishdan oldin operatsiyaga baribir rozi bo'lsa bemor, lekin asorat bersa, bitish qiyin bo'ladi yarani. Yoki o'zi xohlagan narsani erishmaydi, o'zi xohlagan narsaga bo'lmaydi. Asorat bo'lib qolsa, xafa bo'lib qoladi o'zidan, ya'ni yana tushkunlikka tushib qoladi. To'g'ri gapingiz. Menga ham tegishli ekan. Bu erkak ayolda koronavirus bo'lgan vaqtda 20-yilda, 6 yil bo'ldi. Shu koronavirusdan keyin umuman erkak kishida ham, ayol kishida ham jinsiy hayotdagi libidoni pasayishi kuzatilishi mumkinmi degan savol beribdi. Mumkin. Agar men koronavirusni aynan psixolog sifatida tushuntiradigan bo'lsam, koronavirus odamni mana miyasida limbichskiy sistema degan tushuncha borda. Limbik sistemani birinchi поражение beradigan joyi shu bo'lganda koronavirusni. Bu limbichskiy sistema nimaga javobgar? U xotiramizga, bizlarning emotsiyalarimizga, hissiyotlarimizga
javobgar bir o'sha organ deylik, o'sha xona desak bo'ladi. Mana tasavvur qiling, miyada hamma o'zini vazifasini bajaradigan xonachalari bor bo'lsa, limbichеская sistema ham o'shani funksiyani bajaradi. И mana emotsiya bilan birgalikda обоняние, mana hid sezish, ta'm sezishni ham shu tomondan beriladi signallari. И koronavirus, esingizda bo'lsa, koronavirusda o'sha covidni birinchi asorati nimadan bo'lardi? Hid sezish yoki ta'm sezish yo'qolib qolardi. И уже mana kasal bo'lgandan keyin xotirasi ham pasayib qoladi insonda, ya'ni xotiram anaqa men ko'p narsani unutyapman degan shikoyatlar ham bo'lgan. И emotsional absolyutno toliqish, umuman hech qanaqa emotsiya yo'q. Aleksitimiya boshlanardi, ya'ni odam o'zini emotsional holatini tushunmayapti. U xursandmi yoki xafami bilolmayapti. Absolyut emotsionalniy tupость deb aytiladi rus tilida. И bu holat albatta mana libido bu shunaqangi narsa, mana jinsiy konstitutsiya bo'lgan bilan libido bizlarni ichimizdagi gormonlarimizga qaraydigan, ichki holatimizga qaraydigan bir hissiyot hisoblanadi, funksiya, hissiyot emas, funksiya. И libido uchun tanadagi sog'liq, xotiralar, hissiyotlar juda katta rol o'ynaydi-da. И agar o'sha paytda o'sha koronavirusni asorati o'shanaqa bo'lib qolgan va odam o'zini emotsional intellekti ustida ishlamagan bo'lsa, o'zini xotirasini trenirovka qilmaydigan bo'lsa, sog'lom turmush tarzini olib bormaydigan bo'lsa, uni libidosi tushadi. Chunki tana uchun, tana mana libido eslab qolgan, biz kasalmiz, biz emotsional вообще biz aleksitimiyada emotsiyalarimiz yo'q deydi-da. Nimaga suyanish kerak? Ya'ni nimaga qarab borishi kerak-da? Xuddiki xursandchilik yo'q degandek-da. Bu ong ostidagi haqiqatan mana shunaqa jarayon qayerdadir bloklanib qolganda, na jinsiy aloqadan rohatlanishadi, na boshqa narsadan rohatlanishadi, chunki o'rganib qoladi. Mana bu yerda limbichеский sistemada sboy ketyapti-da. Nima qilish kerak bunaqa paytlarda? Limbichеская sistemani yana boshqadan joyiga qo'yish mumkin. Birinchidan o'sha aytganimdek, xotirani qaytarish uchun she'rlar yodlash, charxlash uchun she'rlar yodlash, qo'shiqlar yodlash, oddiy yo'llar, kitob o'qish, ya'ni qanaqadir intellektual ish kerak xotira uchun. Kichkina she'rlar bo'lsin, uni o'zi yetarlicha. Уже mana bunaqa katta she'rlar kerak emasda. Undan tashqari emotsional intellektni oshirish. Bu degani xursandchilik bo'lgan narsalarni ko'rish, xabarli yomon, salbiy narsalardan o'zini uzoqlashtirish, ko'proq insonlar bilan muloqot qilish, и umuman olganda emotsional intellektni rivojlantiradigan hozirgi kunda onlayn testlar juda ko'p, tavsiyalar o'zi juda ham ko'p-da. Ya'ni atrofda avvalambor o'zi uchun yaxshi, pozitiv va yorqin narsalar bilan o'zini to'ldirishi kerak hayotini. Chunki koronavirus paytda ong shunaqa ishlab qolganki, o'sha limbichеский sistemani hisobiga hamma narsa faqat qorong'u bo'lib qoladi. Tunnelniy мышление deb aytamiz, ya'ni o'sha tunnelniy мышление faqat shuni ko'rishni boshlaydi-da. Hamma narsa yomon, kasallik, ipokondriya qayerdadir boshlanadi, ya'ni kasalliklardan qo'rqish, yana koronavirus bo'lmasam deydi-da. Ya'ni shunaqa paytda na turmush o'rtog'i qiziq, unga na bolalari qiziq. Yashayapti, mana уже 6 yil o'tdi aytaylik, mana uni eng avjiga chiqqan paytidan-da. Hozirgi kunda ham u koronavirus bor, bundoq olib qarasa. Qarab turish kerak. Biz oddiy prostuda deb o'tirgan narsa agar hali ham koronavirus bo'ladigan bo'lsa agar, bu demak уже xronический limbichеский sistemaga juda katta hujum ketyapti-da. Ahamiyat berish kerak bunaqa paytlarda. Kim bizni shunaqa holatga uchrayotgan bo'lsa, ahamiyat bering. Sizni hayotingizda ko'proq sizni nima atrofingizda, qanday insonlar, nima sizni xursand qiladi, siz biron kishini qanday xursand qilyapsiz. Chunki emotsional intellektni rivojlantirish yana bir yo'li bu nafaqat o'zini faqat xursandchiligini o'ylash, bu balkim boshqa insonni ham holatini, emotsiyalarini, xursandchiligini aniqlash. Mana shunchaki yuziga qarab, buni holati hozir mana shunaqa deyishdi. Ya'ni albatta o'zini hissiyotlari bilan boshqalarni, mana jamiyatda boshqalar bilan moslashish. Emotsional intellekt bizga mana shuning uchun ham kerak. Emotsional intellekt joyida bo'lsa agar, libido ham joyiga tushadi. To'g'ri aytyapsiz. Mana o'sha vaqtda eslasam, men ishlagandim, peshkom kelardim klinikaga. Bemorlar murojaat qilishardi, libido tushib qoldi. Undan keyingi yil ham xuddi shunaqa muammo, ya'ni farzandim tushib qoldi, bolamiz rivojlanmay qoldi, koronavirus bo'libdi, homilaning ichida o'lib qoldi, xotinim kasal bo'lib qolgandi, dori ichgandi, mana shunaqa muammolar bilan murojaat qilishdi. Shunda o'zi to'g'risi ham shu, mana agar
erkak kishini atrofidagilar mana paq o'lyapti, unisi o'lyapti, bu qarindoshi o'lyapti, bunisi o'lyapti, o'zida vahima qo'rquv bosadi, men bo'lib qolmasmikanman deb. Uni ustiga agar kasal bo'lsa, o'zi inson kasal bo'lsa, ereksiya 10-15% ga pasayadi. Misol uchun. Chunki hamma qon markazlashadi yuragiga, miyasiga borishga, tanadan uzoqlashadi qon, qo'l oyoqlardan va jumladan moyak va olatdan. Shuning uchun ham u a'zolarga qon bormaganda ereksiya qolib qoladi, qattiq shamollagan insonda. Yana moyakdan qon kamaygani hisobiga u yerda kislorodniy obmen buzilyapti va ishlab chiqayotgan urug'ni sifati pasayganligi uchun bu inson agar o'zi zo'rlab o'zini dori ichib agar aloqa qiladigan bo'lsa ham bo'ladigan nasli ham sog'lom bo'lmasligi yoki nobud bo'lishi mumkin, chunki urug' sifatsiz. O'sha vaqtda ham koronavirus bo'lib o'tganman degan odamni urug'ini topshirganda, tekshirganda ancha o'zgarganda, chunki pasaygan, past chiqqan, sifatsiz chiqqan. O'zida ham psixologiyasida o'zgarish bor. DNKsi nosog'lom chunki. DNKsi ham nosog'lom o'zgarib qolgan, chunki o'sha virus baribir ta'sir qilgan urug' DNKsiga, ya'ni xromosomadagi joylashgan DNKga ta'sir qilgan va bu nasl buzilishiga olib kelgan. Lipida buzilishi, qo'rquvlar, vahima bo'lishi, atrofdagilarning nobud bo'layotganligi, bu inson zoti qirilib ketyaptimi, nima bo'ladi degan vahima bosishi, eng yaqin o'ziga inson bo'lgan, yaqin bo'lgan insonlarni yo'qotishi bu qattiq ta'sir qiladi ruhiyatiga. Shuning uchun nida seksiya bo'lib qoladi-da. To'g'ri. Aloqa yo'qolib qoladi. Xotini ming yopishsa ham, xotinda ham shunaqa teskarisi. Va bu tabiiy holat. Buni shunchaki borib tekshirtirishi kerak o'zini, sog'lom bo'lsa, shunchaki o'sha psixologik tomondan ijobiy narsalarni ko'paytirish. To'yimiz kuni erimni jinsiy holati qo'zg'almadi yoki meni oldimda juda hayajonlandilarmi yoki o'rtada boshqa bir ayol bormi, bilmadim. Uyimga qaytib ketay desam, meni nomim yomon bo'lishini qo'rqyapman. Bir haftacha bo'ldi, ammo hali ham birga bo'la olmayapmiz. Boyaga holatga o'xshagan. Sababi nima? Maslahat beringlar. Tushunarli. Bu yerda shoshish kerak emas, albatta. Bilasizmi, bilinib turibdi-da, yosh qizcha qo'rqib turibdi, o'zi stressda. Nima qilishni bilmayapti. Bu erkakka qanday munosabat qilishni ham bila olmayapti o'zida. Bunaqa paytlarda men har doim aytaman, ota-onalar boshida mana yoshlar uylanayotgan paytda hushyor bo'lishligi shart. Bizni o'zbekchilikda. Juda shu stress yoshlar bor, okey. Lekin mana bunaqa ayniqsa ota-onalar ham o'zlari juda yaxshi biladi, qachon majburlab uylantirishgan, qachon sovchilik qilib, boshqa qilib, chunki haqiqatan ham bunaqa vaziyatlar juda ko'p. Yaxshi ko'rgan qizi bo'ladi, lekin oladi kerak emas. Men senga o'zim yaxshisini topib beraman deb uylantirib qo'yishadiki, afsuski, boya aytgan gapim, u yerda na platonik libido bor, na erotik libido umuman yo'q. Kommunikatsiya umuman yo'q. U ota-onasi uchun uylangan. Mana olib keldi kelin. Bu juda achinarli holat. Mana bitta qizni umri agar to'g'ri o'sha paytda o'sha masalani to'g'ri hal qilishmasa, sindi degani-da. Bizlarni baribir ham jamiyatda nima desak ham endi turmushga chiqib ajrashgan ayollar bu juda katta fojia. Qizlar uchun katta fojia-da. Erkaklar uylanib ketaveradi, shuni o'ylashmaydi-da. Bu kimga e'tiroz? Albatta kattalarga. Chunki bizda haligacha bunaqa mentalitetimiz bor va bu hali ko'p yillar davom etadi. Ya'ni afsuski, ya'ni kim kimga uylanishini ota-onalar haligacha hal qilishyapti-da. Kamdan kam bizlarda 20% juftliklar yaxshi ko'rib uylanishadi. 80% juftliklar hammasi sovchilik. Buni yomon demayapman. Buni shunchaki bo'lsin sovchilik, lekin yoshlarga ozgina ularni bir-biriga ko'ngil qo'yishiga ham vaqt beringlar degim keladi-da. Chunki bitta sovchilik qilib 2-3 marta uchrashadi. Zo'r yashab ketsa zo'r. Bu juda ajoyib, lekin mana bunaqa vaziyatlar ham juda ko'p. Men nima uchun buni aytyapman? Men shunday vaziyatlar bilan ishlayman. Siz ham, men ham. Biz baxtli juftliklar bilan ishlamaymiz. Albatta muammosi bor juftliklarda. Конечно же, bu yerda bu qizga tavsiyamiz albatta kattalarni bu yerga aralashtirish kerak. Birinchi kechada shuni ham aytib o'tish kerak. Birinchi kechada erkak hayajonlanib ereksiyasi bo'lmasligi mumkin. Bu tabiiy holat. Chunki haligacha bilasizmi, ayniqsa mana Toshkent chekkasidan chiqsak, oblastlarga chiqsa, haligacha yangalar, haligacha o'sha kimdir eshikning narigi tomondan taqalib turishadi. Nonsens, bu stress, juda ham katta stress.
yoshlarga sharoit qilib berish kerak, tinchlanadigan, boshqa. Lekin bu yerda уже bir hafta o'tayaptimi, demak qayerdadir muammo ketyapti. Men hozir biz siz bilan ayta olmaymiz qayerda muammo ketyapti. Ya'ni qayerdan bilamiz? Uni erektil disfunksiyasi bormi? Uni yaxshi qizib bo'lib turib qilmasligi bu kamdan kam. Chunki erkak o'zini sog'lom ekanligini nima bo'lganda ham o'sha qiz bilan isbotlaydi. Yaxshi ko'rmasa ham qilib qo'yadi. Tabiat qonuni o'zi qilib qo'yadi. Ha, shunaqa. Erkakning g'ururi ham bor-da. Chunki biladi, ertaga qila olmadi, qilmadi desa, o'ziga dog' tushadi. Voy, bu qanaqadir impotent ekan, boshqa ekan deyishi mumkin. Shunaqa demasligi uchun ham o'sha yosh yigitlarning g'ururi bunga yo'l qo'ymaydi. Yaxshi ko'rmasa ham o'sha ayoli bilan yotadi. Bu yerda boshqa qanaqadir anaqa ketyapti. Ya'ni agar kirmayaptimi, balkim haqiqatan ham qanaqadir erektil disfunksiyalar bor. Yoki bilasizmi, shuni ham aytib o'tish kerak-da, menda bo'lgan umuman qabul qila olmayapti shu ayolni. Afsuski shunaqasi ham bo'ladi. Qarindoshi. Birga katta bo'lgan. Voy, juda ko'p bunaqa narsalar. Umuman qarindoshlarga uylanishni tavsiya etilmaydi, lekin aytilardi, balkim bilmadim, no чисто psixologический faktorni aytadigan bo'lsak, ba'zan ayollardan hid kelishi yoki boshqasi har xil vaziyatlar bo'lishi mumkin. Yaxshi ko'rmayapti, mana. Может быть, haqiqatan ham bu erkakni shu darajada ichida anaqasi kuchliki, nima desak, nafrati deymizmi, qila olmaydi unaqa paytda. U просто majburlasa ham qila olmaydi-da. Qanchalik majburlashgan, qanchalik boshqa bo'lgan, bu yerda srazu bo'ldi chiqib ketib yo'q. Albatta ota-onalarni o'rtaga qo'yish kerak, uyalmasdan. Menimcha ikkinchi tomonni ham eshitib ko'rish kerak-da, bu yerda yigit tomonidan ham, balki qiz tomon bilmagan holda qarshilik qilib, og'riyapti, yo'q deb oyog'ini yig'ib olib, shu jinsiy holatni kirishiga qarshilik qilgan bo'lsa, yoki og'riyapti degan so'zni eshitgan erkak kishi jabr qilib qo'yapman, hozir qiynab qo'yaman deganda qo'rqib ketib, holat ham qo'zg'ab qoladi, bo'shashib qoladi. Balki o'sha kuyov tomonda emas, balki qiz bola tomonda muammo bo'lishi, ya'ni vaginizmga o'xshagan, ya'ni qattiq stressda, qattiq qo'rquvda, og'riydi, hozir qonab ketadi, yirtilib ketadi degan narsa. Chunki mana Telegramda har kuni yoki kunlar bo'lsa ham mana shunaqa holatlar chiqyapti, yo'q pichoqlab ketgan, yo'q yirtib yuborgan, yo'q bunaqa bo'lgan, bunaqa narsalar miyada baribir qo'rquv paydo qilib qo'yadi. Shuning uchun qarshilik qilayotgandirlar. Bu ikkalasini eshitish kerak-da. Ikkinchi tomonni ham eshitib, keyin kimda aybligini o'sha qidira boshlasa bo'ladi. Bir tomonlama eshitib xulosa chiqarish juda qiyin. Xo'p, keyingi savol bu mana sohamga tegishli ekan, Farzod opa, bu tez bo'shanadigan erkaklarda erkaklarning tez bo'shanmasligi uchun uzoqroq vaqtda aloqa tugatish uchun qanaqa tabletka bormi degan savol beribdilar. Yo'q, bunaqa tabletka yo'q. Tibbiyotda bunaqa tabletka yo'q, faqat uni o'rnini bosadigan boshqa tabletkani reklama qilib tavsiya berishadi, lekin u ham yordam bermaydi. Bugunning o'zida xuddi shunday inson keldi, Qashqadaryodan kelibdilar. Bormagan, urologim qolmagan, hamma joyda menga tabletka berishadi. Ya'ni qo'zg'atadigan Viagra, Tadalafil, Cialis, boshqasi hech qaysisi yordam bermagan. O'zi shu vaqtini cho'zadi deb aytishadi. O'zi qachon tez bo'shanish deyiladi? 2 minutdan oshmasa. Regular jinsiy hayoti bor bo'lgan erkak kishi, ya'ni doimiy aloqasi bor, haftada 2-3 marta va aloqa vaqtida qinga kirganda 2 minutdan oshmasdan bo'shanib qo'ysa, tez bo'shanish hisoblanadi. Endi bir xil insonlar 5-6 minut durada tez bo'shanaman deb o'ylaydi, lekin u tez bo'shanish emas. Va tez bo'shanishni butun dunyoda hozir yechimi yo muzlatadigan, nervlarni so'ndirib qo'yadigan lubrikant, gel yoki mays ishlatish yoki nervini uzib berish, jinsiy holatga boradigan o'sha nervlari uzib beriladi va holatning sezuvchanligi pasayadi. Bu umrbod ketadi, tabiiy usul. Gel bilan bu vaqtinchalik, ya'ni surdi, muzladi, aloq qildi, keyin safar yana surdi, muzladi, aloq qildi. Bu erkak kishiga diskomfort sezib qiladi, ya'ni har gal jangga tayyorlangandek kiyib olish kerak. Keyin aloqa qilish kerak, 1 soat oldin kiyib olib, keyin aloqa qilish kerak 1 soatdan keyin. Qatgadir borib qolsa, dachalarga chiqib qolsa, dam olishga borib qolsa, o'sha narsasi yo'q. Uyda qolib ketgan. Endi prezervativ yoqtirmaydi erkaklar, bilasiz, yoqmaydi. Qancha ultra tonki qilsa ham yoqmaydi uni. Shuning uchun yechimi sifatida denervatsiya taklif beriladi va mana o'sha bugungi bemorga denervatsiyani taklif berdim, qildiraman deb keldi, qildirdik, ketdilar. Qancha vaqt davom etadi? Yarim soatda. Yarim soatda turib ketadi o'zi. O'zi yurib chiqdi, 5 minutdan ketdi.
Qanchadan keyin jinsiy aloqa qila oladi? 14 kundan keyin. 2 hafta bitishi, chok chalasi naверное Chok bitishi 7 kerak. kunda bitib ketadi. 14 kundan keyin sezuvchanliklar seza boshlaydi. Keyin aloqa qilgisi kela boshlaydi. Akbar Shoh, mana ko'plarda shunaqa savol tug'ilishi mumkin-da. O'sha nervlarini uzganingizda uni mana sezuvchanligi, rohatlanishiga bu qanchalik ta'sir qiladi? Orgazm olishiga ta'sir qilmaydi. Prosta o'sha orgazm olishgacha bo'lgan vaqtni uzoq vaqtgacha Lekin rohatlanish bor. rohat olaveradi, urug' chiqaveradi, orgazm O'sha ishqalanishini his qiladi demoqchi. ishqalanishni hammasini his qiladi, golovkasini ham his qiladi, olatni kirayotganini, turganini his qiladi. Faqat olatdagi informatsiya, ishqalanganda informatsiya sekinroq boradi miyaga. Lekin boradi. Boradi. Sekinroq boradi. Boshqa nervlardan aylanib boradi va shuning uchun uzoqroq vaqtda bo'shanadi. Bu yaxshi taklif. Siz aytayotgan o'sha muzlatadigan narsalarda, ularchi qanchalik uni pobochkalari bormi? Yo'q, pobochkasi yo'q. Pobochkasi Lidokain tarkibli preparatlar, hech qanday pobochkasi yo'q. Uni bemalol ishlatsa bo'ladi, lekin ba'zi bir insonlarda lidokainga allergiyasi bor. Ular ishlata olmaydi. Ular endi majbur lidokain emas, boshqa muzlatadigan, masalan, benzakain yoki navakain. Prezervativga solib, ba'zi bir prezervativlar ichida chiqadi o'zi. Tayyor, kiyib olib 10 minutdan keyin ichib tashlab aloqa qiladi, vaqt cho'ziladi. Bu ham qanaqadir aloqaga tayyorlanish kerakligini qo'rqitadi erkak kishida. Voy, tayyorlanmaganman, voy, prezervativ olmaganman, voy, surmaganman, voy, sepmaganman, archim kerak degan narsalar bilan vohma bosilgandan aloqadan uzoqlashishga harakat qiladi. Yana ayolim tez bo'shab qo'ydingizmi deb yuzimga solmasin degan maqsadda. Mana shuni ham aytib o'ting, Akbar Shoh, nima uchun shunday erkaklarda bo'ladi? Chunki ko'p erkaklar bunda o'zini ayblaydi. Ya'ni men qanaqadir yetarlicha kuchli erkak emasman. Ya'ni samootsyenkasini tushiradigan narsa bor-da, o'ziga bo'lgan bahosini. Nega shunday bo'ladi? Bunga qanday qarash kerak? Ya'ni fojiadek qaramasdan, prosta shunchaki bor muammoni hal qilishni aytib o'ting. Xo'p. Tez bo'shanish bu o'zi muammo emas, lekin buni yana ham chuqurroq, yana ham er-xotin munosabatini buzadigan darajaga yetkazishga erkak kishining o'zi sababchi bo'ladi. Birinchidan bu muammoni ayol bilan gaplashmaydi. Ya'ni, "Ey qarang, men o'zi tez bo'shamoqmanmi? Qanaqa o'zi qoniq olsam yo'q?" Bor ayollar menga yaxshi deydi. Bor ayollar da tez keling boshqacha yo'lni qidirib ko'ramiz. Mana bunaqa yo'li bor ekan, mana bitta denervatsiya qilar ekan odam. Mana odam mana tabletka berar ekan, ichib ko'ring. Bo'lmasa sepib ko'ring, mana bunaqa spreylar bor ekan deydi. Bu gaplashmaganlik. Ikkinchisi, erkak kishining o'zi shu narsani yechimini topishga harakat qilmaydi. Osonroq shu kimdandir eshitgan tabletkani ichib ko'radi. Uchinchisi yashiradi. Doim shu narsani yashirishga harakat qiladi. Va olib qochadi, yana to'rtinchisi ham bor. Ichgan dorisini ham etkisi kelmaydi, doktorga ham etkisi kelmaydi. Ayoldan sprey yashiradi. Qanaqadir yechim bersa, u narsani yoqtirmayman deydi. Yechimini topib bersa ham qo'rquv bor. Men buni qilsam-ham, lekin tez bo'shanib qo'ysam-chi, baribir shuncha xarajat qilib qo'ydim, baribir ayolimni uyalib qo'ysam-chi degan qo'rquv bo'lardi. Endi boshqacha osonroq varianti yo'qmikin deb o'ylashadi, misol uchun. Shuni mayza sursa-da, bo'ldi, umrbod shu tez bo'shanmasa. O'zi tez bo'shanmasligi mumkin, faqat uni kontrol qilish kerak. Buni xohlamaydi erkak kishi. Misol uchun aloqa vaqtida shuni to'xtab 10 gacha sanab, keyin aloqa davom ettirishni xohlamaydi erkak kishi. O'zi shoshib qoladi chunki. O'zi tezroq orgazm olishi, egoistlik kuchayadi, tezroq orgazm olishni xohlaydi. Dash ishqalab tinchib ketadi. To'xtab, qachonlardir bir narsa bo'lgan voqeani eslab 10 sekund keyin davom ettirishni xohlamaydi. Trenirovka qilsa bo'ladi. Trenirovka qilsa bo'ladi, lekin buni xohlamaydi, shuning uchun yechim bormi boshqa narsa deb qolishadi, shu sprey bilan misol uchun. Lekin o'sha aytmoqchi bo'lganim, mana ayollarimiz ham eshitayotgan bo'lsa agar siz turmush o'rtog'ingizga shunaqa shikoyat bo'lsa ichingizda hattoki yoki даже aytadigan bo'lsangiz ham bilingki, sizni turmush o'rtog'ingiz aybdor emas. Fiziologiya shunaqa, to'g'rimi? Fiziologiyasi shunaqa, o'sha sezgir nervlari sezgirroq, to'g'rimi? Oshgan, sezuvchanligi baland, to'g'rirog'i shunday. Va buni o'zgartirish mumkin, lekin ulardan ayb qidirmang. Chunki bu ham bir konstitutsiyasining turi-da. O'sha fiziologiyasining turi. Shunday ekan, erkaklar ham uyalmang, muammo aynan sizda emas, siz xohlayotganingiz uchun yoki xohlamayotganingiz uchun emas. Shunchaki siz shunaqa yaralgansiz va buni Xudoga shukr hozirgi kunda buni yechimi bor. Balki bu sezuvchanlikdan emasdir.
bu shamollashdir jinsiy a'zoni. Balki bu kech yotayotgan erkak kishida prolaktin baland bo'lib ketgandir. Ularni ham hal qilganda baribir tez bo'shayotgan bo'lsa, demak bu sezuvchanlik bor bo'lgan erkaklar qatoriga kiradi bu erkak kishi. Da. Ajoyib savol beribdi Parvuz opa. Kuniga 5 marta aloqa qilamiz va keyingi 6-chi aloqa qilganda olatdan qon keladi. Sababi nima? Bu sababi to'xtating degan o'zi aloqani. Organizm o'zi bo'ldi stop Bu deydi. organizm himoya qilish maqsadida tanani o'sha qo'rquv paydo qilish, urug' ishlab chiqarilgan urug' sal kamaydi, to'xtagan degan ma'noda ham bo'lishi mumkin. Balki u odamda bilmadim, jinsiy a'zolarida shamollash bordir. Umuman urug' qancha ko'p chiqsa, shuncha zo'r erkak kishi zo'rligini bildirmaydi. Bu yoki qancha uzoq vaqt qilsa erkak kishi zo'r ekan degani emas. Bu ikki tomon kelishilgan holda, ikki tomonni zo'rqitib qo'ymagan holda, kasal qilib qo'ymaydigan holda aloqa qilish. Endi yugurib kelib turib sakrashi yoki tinmasdan yarim soat, 1 soat, 2 soat ishlashi bu marafon emas, bu kelishilgan, o'zaro bir-birini charchatib qo'ymaydigan, kasal qilib qo'ymaydigan kelishilgan jarayon. Endi 5 marta qo'shildik, 6-sida qon chiqishi kerak. To'xta 6-si bo'lsin, qon chiqsa keyin to'xtatamiz degan narsa bo'lishi kerak emas. Organizm shunaqa tuzilganki, tanani himoya qilish maqsadida, hattoki masalan nafas olmay tursangiz, birdaniga hushingizdan ketkizib qo'yadi va bemalol nafas olaveradi tana. Xuddi shunga o'xshab, agar urug' chiqmayaptimi, demak tana xohlamayapti, dal shu aloqani to'xtatish kerak, dam olish kerak. Kerakli oqsillar, shu urug' hosil bo'lish uchun oqsillar, oziqa modda tushishi kerak tanaga, suyuqlik tushishi kerak, mushaklar dam olishi kerak degani. Bu nimanidir isbotlash degani emas. Bu 6-7 marta, 12 marta qildim deyish, bu prosta tanani charchatib qo'yish, kasal qilib qo'yish degan. Bu 12 marta qilgan odam bir hafta dam oladi, chunki tana восстановиться qilishga, tiklanish kerak. Oqsil, suv hammasi tushishi kerak. Lekin bu narsalar bo'lmasa, albatta va jinsiy a'zoga nagozga tushgan uchun u yerdagi mayda kapillyarlar yorilib qon chiqishi ehtimoli oshadi mana bularga o'xshab. Bilasizmi, men yana shunaqa savol bergan bo'lardim-da. Men bilmayman qanchalik bu ular tomonidan jiddiy savol berilganda. Albatta, jinsiy konstitutsiyasi kuchli bo'lgan insonlar bir necha marta aloqa qilgisi keladi. Bu tabiiy holat. Lekin mana bizlar hattoki ham seksologiyada o'qiganimizda 3 martagacha jinsiy aloqa tavsiya etiladi-da. Ya'ni bu mana ong uchun bo'ldi, bajarildi degan galochka qo'yilishi uchun. Lekin o'shanda ham savol beriladi. Birinchi martasida qoniqmasligi mumkin. Masalan, ayoli qoniqmadi yoki o'zi yoki tez bo'shandi, lekin darhol unda yana ereksiya bo'ldi, ikkinchisiga tayyorlandi. Okey deydi, хорошо. Ikkala tomon ham rozimi, ikkala tomonga yoqayaptimi? Yaxshi. Ikkinchi jinsiy aloqani oldini cho'zish. Ya'ni birinchisi tez bo'ldi, ikkinchisi mana sifatliroq bo'lyapti deylik-da. Agar ikkinchisida ham bir narsa mana miyada qoniqish bo'lmadi deb, uchinchisiga bu уже предел degani. Ya'ni qaysi ma'noda o'sha erkak kishida ham spermatozoidlarni yana boshqadan ishlab chiqarilishiga ham ayol ham aslida tiklanishi uchun, chunki bu nafaqat erkak zo'r mana bo'ldi, ayol har doim tayyor qilib qo'yadi. Ayollarda ham ishqalanishni hisobiga mazolisda o'sha lubrikatsiyasi boshqasi уже bo'lmaydi, ishqalanadi. Og'riq paydo bo'ladi va har xil kasalliklar paydo bo'lishi mumkin. Bu yerda maksimalni 3 marta tavsiya etiladi. Sizda 6 martagacha jinsiy aloqa qilish imkoniyatingiz bor bo'lgani bilan o'zingizni ham ozgina ehtiyot qilishni ham o'rganing. Chunki ehtiyotlik haqida ham. Bu jinsiy gigiyena deyiladi. Ya'ni jinsiy gigiyena, ko'p yosh erkaklar, jinsiy konstitutsiyasi yaxshi bo'lgan erkaklar o'ylaydiki, kechasi bilan qilsam, ertalab kechasi men zo'rligimni ko'rsataman. Jinsiy aloqani birlamchi funksiyasi bu farzand qilish. Birlamchi funksiyasi. Ikkilamchi, nasl qoldirish. Ikkilamchi funksiyasi bu o'sha rohatlanish, gedonizm deymiz, rohatlanish. Rohatlandingizmi va yana mana keling aytaylik, uchinchisida ham mayli rohatlaning, o'ynang, lekin u yog'iga bu уже qanaqadir siz aytganingizdek marafon. Bu marafon afsuski o'ziga zararga ishlashi mumkin. O'z biz ham to'g'ri aytasiz, biz ham 2-3 marta deymiz, 2-3 marta. Undan ko'pi ko'p. Ba'zi erkaklar mana ikkinchi urug' tashagandan keyin uchinchisi kelmasdan qiynalib ketadi, urug' kelishi cho'zilib ketadi va shunda azart ostida qattiq harakat qilib tezroq ishlasam ko'proq tezroq keladi urug' deb o'ylaydi, lekin shunaqa vaqtda olat qayilib ketib qoladi. Chiqib ketib qindan qaytib kirayotganda qayilib ketgani uchun travma oladi olat va to'xtatishga majbur bo'ladi. To'g'ri. Bu keyin ishqalanish mazullarning hisobiga bo'ladi. Ayollarda ham xuddi shunaqa.
Himoya vositasini taqib homilador bo'lgan qizlar bor. Himoya vositasi prezervativ qanchalik yaxshi ishlaydi deb o'ylaysiz? Men nima deb o'ylayman? Men o'zim Bo'ldi, men juda tez aytaman bu narsani. Birinchidan haqiqatan ham prezervativ taqib ham ikki qat bo'lishi mumkin, lekin qaysi paytda? Prezervativ sifatsiz bo'lsa, men hattoki tajribamda shunaqa vaziyat ham bo'lgan, ayol kishi ataylab ikki qat bo'lish uchun ham prezervativni kichkina teshikchalar bilan bo'lgan, anaqa teshgan, shuni kiygan. U xuddiki normalniy, ya'ni hech narsa bo'lmagan unga, lekin teshikchalardan ham sperma o'tgan, o'shandan keyin ikki qat bo'lgan. Bu nimadan bo'ladi? Agar prezervativ yirtilgan bo'lsa, qayerdadir teshikchasi bo'lsa, o'sha paytda bo'lishi mumkin. Mana shu yerda umuman olganda kontratsepsiyani, yana shunisini ham aytib o'tishim kerakda, ko'p holatlarda o'ylashadiki, prezervativsiz ham jinsiy aloqa qilayotgan paytimda mana bo'shashmasdan chiqarib qo'ysam, ikki qat bo'lmaydi deb o'ylashadi. Bu ham juda katta mif, chunki erkak kishi mana даже ichkari bo'lganda hali orgazm bo'lmaganda ham sperma ajralib chiqishi mumkin va ayol kishi bundan ham ikki qat bo'ladi. Bunda ham ehtiyot bo'lish kerak. Shunday ekan, yoki sifatli prezervativlarni sotib oling va tekshiring albatta. To'g'ri aytasiz, o'sha erkak kishida возбуждение holat qo'zg'algan vaqtda predevukulyat chiqadi. Uning ichida spermatozoidlar bor deb aniqlangan. Ba'zi bir erkaklar shu tashlamoqchi bo'lgan taqib olarman deydi, shu aloqa qilib turadi va tashlash hissi paydo bo'lganda prezervativ taqib oladi. Lekin predevukulyat tushib, qinni o'sha ichkarida bachadonga tushib, homilador qilib qo'yishi ehtimoli juda baland. Shuning uchun boshidan taqib ham infeksiyadan, ham homiladorlikdan himoya qilsa bo'ladi. Gap qisqa. Farzada juda ajoyib suhbat bo'ldi va savollarning hammasiga javob berishga baribir ulgurmaymiz. Savollar ko'p. Bugun maksimalni eng qiziq bo'lgan savollarga javob berdik. Rahmat sizga, kelganingiz uchun rahmat. Keyingi mavzuda albatta undan ham qiziqroq mavzuni ko'tarib chiqamiz. Hurmatli tomoshabinlar, savollarga javob topa olmagan bo'lsangiz, albatta savolingizni qaytadan yozib qoldiring. Keyingi ko'rsatuvlarda baribir mavzu orasida o'sha savolingizga javob berib o'tamiz. Va bu video boshqalarga tarqab, boshqalar ham bundan bahramand bo'lishini xohlasangiz, like bosib qo'ying, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying, podpisatsiya qilib qo'ying kanalga. Rahmat. Sog' bo'ling.